Kabina Nurmati Mo'minxonalarga alayhissalom. Navbatdagi she'rimni e'tiborlaringizga havola etaman. Ko'cha-ko'yda mish-mish qilib yurmoqlik, o'tgan gapni qo'zg'ab izin surmoqlik, begunohlar ko'ksiga tig' urmoqlik yarashmaydi aslo erkak zotiga. Tulkidayin o'ynoqlatib doim xushomad qilsa nafi tegsa kim doim, poyin o'psa qoqsa zo'rlar doim yarashmaydi aslo erkak zotiga. Har bir ishdan faqat foyda ko'zlasa, soppa sog'u xastaman deb bo'zlasa, tap tortmayin doim yolg'on so'zlasa yarashmaydi aslo erkak zotiga. Tanbah bo'lsa aysh ishratni xushlasa, yotib olib tekin nonni tishlasa, ular uchun ayollari ishlasa yarashmaydi aslo erkak zotiga. Nafs yo'lida turli hiyla tuzmoqlik, jufti qolib o'zgaga ko'z suzmoqlik, oilasin halovatin buzmoqlik yarashmaydi aslo erkak zotiga. Nur Muhammad lozim gapni olmoqlik, nasihatga obdon quloq solmoqlik, uyat axir beburt bo'lib qolmoqlik yarashmaydi aslo erkak zotiga. Nurmati Mo'minov, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani.